Qo'llarim ishlayaptimi uka? Xudo xolisa 10500 qilib beramiz. Doimidek qandoq bizni ko'rsatib ketsak, shundoq davom etib ketamiz. ABS'lari bor. 23 kopida ABS chiqmagan. Ko'pchilik dublikatini qo'yib qo'yishyapti. Gengan qilib beramiz. Shahar ichida yurishsa ham bo'lsa kerak, lekin bemalol kelsa, mo'zaga 90 ham 100 talik balonimiz ham chuqur. 1,5 taliga propanan metal o'qib desa, like bosib ko'rsanglar, chiroyli videolarni qo'yib boramiz. Salomat bo'lasizlar. Mana biz Sergeli mashina bozoridamiz. 27-sentyabr haftaning shanba kuni. Xudo xolisa bozorlar sekin to'lish boshladi. Biz ana sekin Abbos kam joylarga keldik. Assalomu alaykum. Azamat, va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qalaysiz uka? Yaxshi, rahmat. Sog'liqlaringiz yaxshimi aka? Rahmat, bog'ishga. Mikrofonlarimiz ishlayaptimi uka? Xudo xolisa mikrofonlarimiz ishlayapti aka. Tekshirib olamiz. Ishlayotgan ekan. Marhamat bo'lsin endi. Marhamat bo'lsin. Egasiga marhamat bo'lsin. Assalomu alaykum. Abbos Uz kanali aziz ashaddiy obunachilar. O'zimizning kanalni ochdik, o'zi bor edi bu yangi kanalimiz. Endi birinchi marta Azamat bilan va Kamina Xudo xolisa sizlar duo qilsangiz, like bosib tursanglar, chiroyli videolarni qo'yib boramiz. Birinchi videomiz bu. O'zimizning kanalda Xudo xolisa Abbos Uz o'zimizniki, endi o'zimiz ismimga ochilgan. Kuzatish davom etasizlar, o'zingizlar ozgina qo'llab-quvvatlasanglar, ozgina motivatsiya bo'lsa, bizni videolarni zo'r qilib Azamat bilan bugun qo'ldan kelgancha tanishtirib ko'rsatib ketamiz. Kamkostiga rozi bo'lasizlar. Kamkostiga rozi bo'lasizlar. Endi Jahongir Uz kanali YouTube'da chiqadi. Jahongirning ishlari ko'payib ketdi. U kanalda o'zini endi baribir olagan odamlari bor. Endi biz ham chiqib turardik, uje vaqt bo'lmay qoldi. O'shaning uchun o'zimizning kanalni ham qarasak bo'sh turibdi. Hozir 17500, pashti 18000 ta obunachi bor ekan. Xudo xolisa endi bu yog'i qo'ldan sizlar patechka berib tursanglar, qo'llab-quvvatlab tursanglar, ko'payamiz. 100,000 ta, 200,000 taga chiqib olamiz. Xudo xolisa bugun chiroyli mashinalarimizni obzorini qilamiz qo'ldan kelgancha. Azamat, xo'p, keling, mo'zam bir chekkadan bismillah deb 10 tomondan boshlasak nima deysiz? Bo'ladi, aka, boshlaymiz. Kapot o'sha doimidek qandoq bizni ko'rsatib ketsak, shundoq davom etib ketamiz. Kapot orqalarini, o'sha bagajlarni ochamiz. Xo'p, birinchi mashinamizdan boshlaymiz. 2019-yil 135 ming yurgan Stalnoy mashinamiz. Bunning shumkalari bor ekanda, aka, buni. Ha, shumkani Azamatjon ukamiz qilgan buni. Baraka topsin. ABS'lari bor mashinamizda. Kraska joylari yo'q. Holatini ham ko'rsatasiz. Orqada endi elektrik narsalar bor ekan, orqa shart emas. Mashinamizni 10500 qilib beramiz. 10500 emas, 10000 qo'yaylik. Bo'ladi, obunachilaringizga. 10000 dan keseli yana kami bor. Emini bizning o'zimizdan saytda. Xo'p. 2019-yil qora qidirgan ko'kalarimiz bo'lsa 127 ming yurgan. Kraskalari toza bu mashinamizni ham. ABS'lari bor ekan. ABS'lari bor. İç holatini ko'rsatasiz. Hop. Orqalarini ko'rsatasiz. Zapaskasi yo'q ekan, kelsa zapaskalarni qo'yib. Bu mashinamizni 11800 qo'yamiz. Bo'ladimi? 11800 kami bor. Kraskasi toza. 2019-yil. Xo'p, keyingisi 2020-yil 90 ming yurgan mashinamiz, zamorodli mashinamiz. Bu yangi mashinalar hammasi.
Zavod skladsikda turgan ekan hali. Ha, shunaqa. Kraskalari toza. Zapaskaga deyarli tushmagan, ideal holatda bo'lib turibdi mashinamiz. Bu mashinamizning narxini aziz obunachilar 2020-yil mashinamizni 90 ming yurgan mashinamizni 12200 qo'yamiz, keseli tepasida chiroyli narxlarda qilib beramiz. Endi men tez ko'rsatib ketayotgan sababi soatlarimiz уже mana 5 dan oshyapti, to'g'rimi azami? O'shanga tez olib qo'ldan kelgancha ko'rsatib keturamiz. Hop, 2023-yil 38 ming yurgan mashinamiz. To'rtinchi paketning shu gazlari bor. Shumka 100% shumka qilingan mashinamizga. Malibu Roll, Malibu Bar, shumka, 4-paketning gaz. Deyarli hamma narsasi tayyor holatda, shumkalarni ko'ryapsiz. Akkuratni haydaydigan ukalarimiz bo'lsa, o'zimning nomimda buni shahar ichida yurishsa endi. Bemalol kelsa endi savdosini qilib chiroyli narxlar qilib beramiz. Pulini aytmadim. Bu mashinamiz narxini 23 dan yana ikkita bordi. O'sha bitta qilib ketganamiz yaxshi. Bitta qilib ketamiz unda. Sen ularga qo'shib olamiz puliga. Xo'p, keyingisi 2022-yil. Bu yoqdan olib ketaverasiz endi. Yana bitta 22 miz bor, buni ham bitta qilib ketamiz. 59 ming yurgan. Bu yoqda ko'rsatib qo'ying. Holatini. Endi orqada bagaj narsalari bor edi. Yigirma ikkilachi 4tachi 22 bordi. Bitta qilib ketganimiz yaxshimi? Alohida ustida yetib ketamizmi pulini? Bunaqasi ham bo'ladi, bunaqasi ham bo'ladi. Xo'p, qani birisini necha pul qilib beramiz 008 mizani? Xo'p, 14 ming qo'yinglar, shu mashinamizda kami bor. 14 mingdan kami bor. Bo'ladi. Xo'p, bezlik shqozlariga bezlik mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan ekan, aka. Ha, 2024-yil endi 23 bo'lib ketish ehtimoli ham bor, 50 bu. Abezlari bor. Ko'pchilik 24 yo'q deganlarni ko'rsatib o'taylik. Tex pasport 24 mi aka buni? Ha, ko'rsatib keting. 2024-yilda ishlab chiqarilgan mana akalar. Endi o'sha 50 da qarang, 23 bo'lib ketishi ham mumkin, 24 da qolishi ham mumkin. $14 ming yurgan mashinamiz. Hali salonni hidi ketmagan. Orqa bagajlarida shoh narsalari bor ekan. Endi rozg'or. Xo'p, keyingisi ham 22 dan yetib ketaylik, issig'ida tepasida 63 ming yurgan 22 Gentramiz, hamma navorati bor. Malibu Roll, bar, shumka, gaz balon, 4 tarcha balon, gerb laboy, polik, chexol. Mashinaga nima navorat kerak bo'lsa, hammasidan bor. Kapotida broni plyonkalari ham bor ekan buni. Kapotda broni ham bor. Aytolmadi, yo'q narsa o'zi, hamma narsa navorati bor. Ichini bitta holatini ko'rsatib ketasiz. Ha, mana bu. nima bo'lgan? Shundoq. Ram orqasini ham shundan artorkan. Nima bo'ldi? Men orqa bagajlarni ko'ryapsiz, polni shumka qilingan. Bitta artorish kerak ekan. Yo'q, men ukamiz artoradi hozir. Xo'p, bu mashinamizning narxini ikkinchi 22 Gentramiz narxini 14 ming qo'yamiz.
kami bor. Sodasi bor. Hop, uchinchisini ham yetib ketamizmi? Orib hozir ukajonim bilan yuvyapti-da. Orib bizga ko'rsatib turamiz. Oxirida ko'rsatasiz. Yo, hozir 22 lik qo'shib yubordik-da. Hop, 2022-yil ishlab chiqarilgan mashinamiz 48 ming yurgan. Lupalariga bitta ahamiyat beramiz. Gazlari ham bor ekan 4-paketlar. Mashinamiz tayyor holatda. Bitta rol qo'ysa bo'ldi. Bu billet qo'yilgan faralar ekan. Shunaqa tayyor holatda. Kraskalari toza. Orqasini ham bitta bagajini ham, gazi ham bor. 4-paketlarning gazi ham bor mashinamizda. Xo'p, uchinchisi bo'ldimi? 4-sini olib ketamiz endi, keyin bitta narx aytamiz. Shu 23 dan keyin boshlab ketamiz. 2022-yil 49 ming yurgan. Zapaskalar tushmagan ekan hali. Bu mashinamiz ham tayyor holatda, bezlari bor. Old-orqa chiroq, 4 ta yaxshi archa balon. Polik chexol, rol, bar. Holatini bitta ko'rsatib ketasiz. Buxoriga erishi bor ekan. 422 bo'ldimi? 422 ni narxini 14 ming qo'yamiz. Optimaga. Optimaga keseli chiroyli narxlarda sodasini qilib beramiz. Endi 23 ko'rsatamiz. 23 ni to'xtavdik. 2023-yil 25 ming yurgan mashinamiz. Azamat oldi bron qilingan mashinamiz, polni. Dash ishonasizmi? Orqa bamper, oldi bampergacha bron qilingan. Bu mashinamizda ham mana abezlari bor. 23 kopida abez chiqmagan. Ko'pchilik dublikatini qo'yib qo'yishyapti. Kartinka qilib. Mordalar poni broni plyonka qilingan. Akamiz aytishlari bo'yicha bamperlarda ham broni plyonkasi bor ekan. Shunaqa. Zapaskalar deyarli tushmagan. Hali kitoblarigacha turgan ekan buni. Shunaqa. Mashinamiz tayyor holatda. Buni narxini ish qilib beramiz, aka. Xo'p, uchinchisini ko'rsatamiz 23. Boyiga birinchisi, bu ikkinchisi, uchinchisini ko'rsatamiz. 37 ming yurgan 23 mashinamiz. Abezlari bor. Qo'yaveraman shu bilan. Old Amerikanki olib qo'yibdi. Yaxshi. Yumshoq balon. Plastik stoka. Rol bar, polik chexol. Jentraga nima qilinishi kerak bo'lsa qilinib turay, aka bu mashinaga. Qilingan ishlar, jentraga nima rasxod kerak bo'lsa qilingan mashinamiz tayyor holatda olib minib maza haydashadi, suvli bor edi. Xo'p, 323 bo'ldi. 323 mashinamizning narxini 15800 qo'yamiz. Kami bor. Kami bor. Kevrasizlar. Endi hop 22 ni keling joyni ko'rsatib keta qolaylik. Shunga keldi. Yo, bunga 20 miz kelamiz. 2020-yil ishlab chiqarilgan 115 ming yurgan mashinamiz. Olib tayyorga ruxsati bor edi. Yo'q. Tayyorga ruxsati yo'q ekan.
Faralarigina Palk Gazlari. motorli qo'yilgan ekan. Palunya deydimi? Mashinamizga 4-paketli gazlarigacha qo'yilgan, tayyor holatda. Usti tayyorki bo'lgan, o'shancha ham oqlarni hali artilmabdi. Orab orqasini artib, oq bo'lib qopti. Xo'p, bu mashinamizni narxini nechga qo'yamiz uka? 12800. 12800 dan kami bor. 2022-yil. $30,000 yurgan ekan aka bu. Bismillah. Shunaqa. Bezlari bor, gazlari ham bor, tayyor holatda. Bu yana zavодskiy otsekda turibdi. Propallarigacha bor ekan-da buni. Shunaqa. Tayyor holatda mashinamiz. Gazlarini ham ko'ryapsiz. Bu zavod gaz bo'ladi bu. Tayyor holatda. Bu mashinamizning narxini 13800 qo'yamiz, kami bor. Xo'p, endi daryodan olamizmi, bu yerni tugatib olamizmi? Keling, boshdan tugatib keta qolamiz. Bo'lmasa turbina jihozlariga Moza 1.3 atmosferadan bir xil yuragan paytda turbina motori baribir suradi. O'shaning uchun meni bitta ko'rsatib ketamiz holatini. Bularda endi baribir atmosferalarda azamat, bunda nima aytsangiz, unda benzin tanlamaydi, bunda faqat 92-95 yuradi. O'shanga ham farqi bor. Yana bitta narsa, buni yuvmagan sababi, o'zingiz ham yaxshi bilasiz. O'tib ketib bu narsasi hozir kuyib qolsa, buni baribir professional ustalari yuvgan yaxshi, o'shaning uchun biz yuvmadik. Sangi bilan turibdi mashinamiz. 2022-yil. Orqa bagajini ko'rsatdingizmi? Yo'q, hali bagajni ko'rsatmadik. Bitta mana shu yerda Krilo'sida Petno'si bor. O'zi sal ahamiyat berasiz, bilinyapti, ideal ishlariga o'tmagan mashinamizni. Gazlarni ko'ryapsiz, yaxshi gaz qo'yilgan mashinamizga tayyor. Hozir maza haydaydigan mashina. Bitta mana shu yerda bor. Bu mashinamizning narxini 17000 qo'yamiz. Keseli chiroyli narxda savdosini qilib beramiz. Xo'p. Keyingi Mozamiz 1.5 bu yoqqa boshlanadi. 2023-yil 31000 yurgan Mozamiz. Endi bu yoqqa so'mkalarni voqli ovuramizmi deymana, biz qorong'i tushib. Ko'ros motor holatida ham. Gazlari tayyor. Propan. 48 talik bo'lsa kerak bu. 48 talik. Lekin zapaskasiga maza qo'raman deyman bilaman. Samagat zapaskam. Ha? Xo'p. Bu yoqdan kela qoling. Xo'p, keyingisi beli shu kishi qozlariga. Mashinamiz endi kraskalari toza. Holatini ham ko'rsatib turasiz. Hidini qarang, hidi kelib turibdi, akkuratni haydalgan mashina. Bilinib turibdi, yaxshi mashina, baribir yaxshi pulli sotilyapti bozorda. 21000 yurgan.
Endi bular jentra tugagandan keyin mozani ham qimillab qoldi bozorda. Tayyor. Abez mana abezi bularda bu bachok tegida bo'ladi, mana bu oq mana pushtini ko'ryapsiz pastda. Mana o'sha yerda bo'ladi. Xo'p. Mozonlarni hammasini bitta narxga aytaylik. Xo'p, keyingisi 2023-yil 32 ming yurgan. Gazi bor ekan-da aka buni. Tayyor holatda bu mashinamiz mana. Bunga metal qo'ysa ham bo'ladi, propan qo'ysa ham bo'laveradi. Xo'p. Gazini ham ko'rsatib berasiz. Gaz qo'yilganda shuncha joy ortib qolyapti hozir. Endi hozir bu gazimiz 80 taliga o'xshayapti. Agar 90 bo'lsa, sakottroq bo'ladi. 100 bo'lsa, splashni tushadi. Lekin shundan shuncha joy ortib qolyapti. Ha, endi egalariga endi shu ma'qul bo'lgan bo'lsa kerak va o'sha kichkinrog'ini qo'yishgan bo'lsa kerak. Lekin Monzaga 90 ham 100 talik balonimiz ham tushaveradi. 1,5 taliga propan ham, metan ham ketaveradi. Xo'p, keyingisi 2023-yil 17 ming yurgan Monzamiz. Bularni hammasini Instagram kanaliga qo'yib bordik bugun. Mana azamat ko'ryapsizmi? Mana bu abezniki mana. Bu pastda turibdi mana. Mana shu joyda abezniki. Xo'p, keyingisini aytamizki bu arzonroq. Bularni ayta qolaylik, bular toza hammasi. Turbina narxini aytdik, bir uchi. 1,5 dan endi narxi 16800 qo'yamiz. Kelsanglar chiroyli narxlarda savdosini qilib beramiz. Buni alohida aytgan sababi bu kraskasi bor, ikkita eshigida. O'shaning uchun buni arzon qilib beramiz. 54 ming yurgan. Ikkita eshigida kraskasi bor. Yani puli kamroq bo'lib, aka Moza bo'lsa, puli arzonroq bo'lsin degan ukalarimiz bo'lsa, kelsanglar chiroyli narxlarda qilib beramiz. Hech ikkita eshigida bor. Holatini ko'rsatasiz, yurganini bitta ko'rsatib qo'yasiz. Zapaskalarni ham olib ketaverasiz. Endi baribir kelsa kraskalarni baribir o'zligini ustaligi bo'lsa, ko'rsatib tekshirib olgan yaxshi, baribir pulga olasizlar. O'zingizlar ustinglar bilan kelsanglar yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bu mashinamizning narxini 14500 qo'yamiz. Kelsanglar kami bor. Mozonlarimizni tugatdik. Endi hop, oqqa endi shuni olib keturamiz. Hemen uni kalti ham yo'q. Hozir ham keling bu yoqdan olib boshlaymiz. Bu yoqdan tugatib bo'ldik. Ustiga ahamiyat bermaymiz. Endi bilasiz, o'zingiz ham azamat Ro'xtamax ruchnoy varianti. Ustini bitta artib olsa, ideal holatda bo'ladi bu mashinamiz. Bagajini ham ochib keturamiz. 2020-yil ishlab chiqarilgan mashinamiz. Yurgani sal ko'proq bu mashinamizni. 150 ming yurgan. Lekin navorotda bor mashinamizda. Puli ham o'shanga yarasha. Ichini salonni ko'rsatib olasiz. Mashinamizda abezlari bor, ventilator kiti, changimda turibdi. 150 ming yurgan mashinamiz. 2020-yil ishlab chiqarilgan mashinamiz.
Navoroti bor. Bu mashinamizning narxini 11500 qo'yamiz, kami bor kesanglar. Oqqi ham bor, qorasi ham bor. 120 ming yurgan mashinamiz. 2020-yil ishlab chiqarilgan. Gazlari bor ekan. Gazlari bor. ABSlar joyida. Endi ha. Doполнительно qo'yilgan. Tayyor holatda ventilyatorlar ham. Salonlarni ham bitta ko'rsatib turasiz. Shumkalari ham bor ekan, aka buni. Shumkalari ham bor, ha. Tayyorda kimgadir misol gazi bilan bo'lsin, degan ukalarimiz bo'lsa, bemalol olib ko'rsa bo'ladi. Bu mashinamizni ham narxini oq qora bilan bir xil qo'yamiz. Yurgani bilan farqi bor. 11500 qo'yamiz, kami bor. Xo'p, keyingi mashinamiz 2022-yil ishlab chiqarilgan. Doimiy full shumka bo'lgan ekan, aka, patronlargacha. Shunaqa, tayyor holatda. Yurgan masofalari ham 56 ming. Bitta salonning holatini ham ko'rsatasiz. Mersul qo'yilgan, Malibu bar, chexol, jigar va korpolik. Kumxo balonlari bor ekan. Shumkalarni mana ko'ryapsiz. Bir xil shumkalarni, ya'ni gaz bir xil olgandan keyin shumka qilib yuboradi. Gaz pas qo'yilmagan bu mashinamizga. Bu ham shu pudrasi bor, mana qo'lni ko'ryapsiz. Mana pudra bo'ladi. Mana atorsa mashina cho'tka holatda bo'ladi, yartilab turadi. Oyoq kiyimga botinkaga moy surasiz, shunaqa holatda bu mashinamiz. Xo'p, keyingisi oq 22 kishi quvozlariga 2022-yil 117 ming yurgan shot spravka bitta qo'l haydalgan mashinamiz. Endi yurgan probegi ko'proq-ku, lekin puliga bu ham arzon qilib beramiz bu mashinamizni ham. 4-paketli gazlari bor. ABSlari bor mashinamizni. Polik, chexol, o'sha mayda-chuyda PNR manifollargacha bor. Holatini ham bitta ko'rsatasiz. Balonlar yaxshi yumshoq. Balonlari charm balonlar bor. 4 paketli gaz endi o'zimiz ham mayda-chuyda narsada. Kichkina mana shu Niyatinasi bor. Kraskasi toza. Ko'z tegmasinga deb qo'ya qolamiz, aka. Bu mashinamizni narxini 12700 qo'yamiz. 2022-yil 117 ming yurgan. 4-paketli gazlari bor. 12700 qo'yamiz. 12700 dan kami bor. Bo'ladimi? Bo'ladi. Endi bugungi mashinalar ham shu, Malibu ham bor. Malibu'miz tepada. Qolgan mashinalarimiz ham endi qo'ldan kelgancha birinchi videomizga ko'rsatib ketdik qo'ldan kelgancha. Endi qorong'i ham tushyapti. O'zimizning kanalimizga qo'yib boramiz, rasmiy o'zimizning kanal. Kuzatishni davom etinglar. Va xolisa keyingi videolarda endi kunlik har hafta olamiz. Azamat bilan birga, ukajonim bilan. Jahongir ukamga ham ishlariga omad. Doim poddержкадamiz. Bizlarni ko'rib turgan aziz obunachilar, musofir yo'q ukalarimiz, yaqinlarimiz, do'stlarimiz, joninglar sog' bo'lsin. Bizlarni kuzatishni davom etib, like'larni bosib, keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'lasizlar.